Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Kuni kecha poytaxtimizdagi Adiblar xiyobonining O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasining faollar zalida tumanimiz shoiri Ashurali Boymurodning Navoiydan navo topdim kitob taqdimoti bo'lib o'tdi. Ashurali Boymurod maqolalari va she'rlari bilan o'quvchilarga yaxshi tanish. Matbuot sahifalarida uning yurtimiz ko'hna tarixiga, qadim yodgorliklariga oid qiziqarli, salmoqli maqolalari e'lon qilingan. Shuningdek, uning bir-biridan go'zal she'rlari ham muxlislar qalbidan joy olgan. Mazkur kitobga adibning sara maqola va she'rlari kiritildi. Daraxtlarga ko'rk bergan yaproq azizdir. Soyabon bo'lganlar ko'proq azizdir. Paymonam to'lganda qayg'urma qo'zim, sen sochgan bir hovuch tuproq azizdir, degan ekan shoirimiz. Aziz kitobxonlar, mana shu qo'limizdagi kitobni sizlar olib o'qishlaringizni tavsiya qilamiz hamda sizlarning ko'nglingizdan ham joy olishiga ishonamiz.